ikkinchi fasl o'zi bo'lishi kerak. Iffat seriali boshqa rollarimdan farqi juda ham katta. Qahramon kambag'al bo'ladi, qiz boy bo'ladi, shunga o'xshagan. Men birinchi Iffat serialidagi jamoa bilan bir haftacha gaplashmaganman. To'g'ri, bir xil proyektlarda qiynalamiz, sababi kitobni tashqi ko'rinishiga qarab emas, varaqaga qarab baholash kerakligini tushunib yetganman shunda. Degan narsa emas. Yuragimga dardimdagi dard sochilganida. Avvalambor assalomu alaykum Hasan. Sizga ham assalomu alaykum. O'zi Hasan kim? Endi bir xillar bloger deydi, bir xillar aktyor deydi. Lekin umuman olib qarasak, professionalniy o'zi aktyorman. Chunki qo'limda diplomim bor. Endi biz institut bitiradigan paytimda 4-kurslar oxirlariga yaqin Instagramga videolar qilish boshlaganmiz. Har xil videolar qilish boshladik. Ya'ni qanaqa? Vayim emas, qisqacha sevgi haqida videolar chiqaradiyu. O'sha videolar qilish boshladik. Keyin qarasak, boshida o'zi yaxshi ketmasa kerak degan fikrda edim. Keyin video qo'yildi. Bir haftada 70 mingtami prosmotr yig'di. Bir haftada. Yaxshi. Lekin 70 mingta o'sha paytda menga oho deyman. Bo'ldi, shundan keyin bizga motivatsiya bo'lib, agar haqiqatan yaxshi videolar qilsak, demak, prosmotri ko'proq bo'lar ekan degan fikrga kelib, o'zimni stilimni topa oldim. Sevgi, muhabbat, ana beg'ubor muhabbatni targ'ib qilish boshladik. Iffat serialidagi Bilol o'zi asli kim? Menga boshida Bilol mana shu obrazni joy qilasan deb aytishganida rost ikkilanganman. Chunki uni o'ylaganmanki, tomoshabinlardan keyin meni yomon ko'rib qoladi-ku. Chunki birinchi epizodidayoq, birinchi seriyasidayoq salbiy rol bilan kirib kelganman. Tomoshabinlarga qanaqa qabul qilar ekan degan fikrda rost yurdim. Keyin baribir ustozlarimiz aytishdi, yo'q, bu baribir ijobiy qahramon, keyinchalik ochiladi deb aytishdi. Boshqa rollarimdan farqi juda ham katta. Chunki Bilolni o'zini ichki dunyosi, uni ichidagi dardi boshqa qahramonlardan ko'ra ancha boshqaroq. Va keyin haqiqatdan men boshida tomoshabinlar yomon ko'rib qoladi men deb o'ylagandim. Keyin serial davomi ketyapti. Keyin shunday bo'lyaptiki, tomoshabinlar meni yaxshi ko'rib qolishyapti. Tomoshabinlar Bilol bilan shirin degan narsalar yozishyapti, editlar qilishdi. Bizning nomimizdan akkauntlar ochildi Instagramda. Juda ham xursand bo'ldim. Boshiga qarab emas, kitobni tashqi ko'rinishiga qarab emas, varaqaga qarab baholash kerakligini tushunib yetganman shunda. Bu Iffat seriali sizga qanchalik qiyinchilik tug'dirdi va qiyinchilik tug'dirgan joyi bormi? Yo'q, qiyinchilik masalan qanaqa bo'ldi? Eng asosiy qiyinchilik bu ertalabdan bo'lishi mumkin. Chunki lokatsiya uzoqda-da. Lokatsiya uzoq. Talab qiladigan Tohir aka. Tohir aka esa Hasan kelyapsan deydilar. Eng zo'r budilnik o'sha Tohir aka. Endi meni uyim shahardan chekkaroqda, suratga olish maydonchasi esa shahar bu chekkasida bo'lardi. Ertalab borishim shunisi qiyin bo'ldi, lekin qolgan proses masalasida yoki suratga olish ishlaridagi qiyinchiliklar yo'q desam bo'ladi. Chunki So'mishning komandani o'zi, Sardor aka rejissorimiz yoki meni partnerim ijro qilayotgan Shoista yoki Otabek aka, Rashidlar hammasi biz bir-birimizga yordam berib, bu joyda xato qiladigan bo'lsak, aytib turib, qanaqadir yengil o'tdi. Masalan, bir xil o'ylaydiki, juda ham qiyin bo'lsa kerak deb o'ylaydi. To'g'ri, bir xil proyektlarda qiynalamiz, sababi aktyorlar bilan rejissor bir-biri bilan chiqisha olmay qoladi. O'shaning uchun ham aktyor ham qiynaladi, rejissor ham qiynaladi. Lekin Sardor aka bilan yo'q. Sardor aka bilan biz kerak bo'ladigan paytda hazillashamiz, ba'zida jiddiylashamiz, shunaqa hammasini o'z o'rnida bo'ldi. Shuning uchun qiyinchilik umuman tug'ilmadi desak ham bo'ladi. Sardor aka bilan birinchi kunlarida qanchalik qiyinchiliklar tug'dirdi Sardor aka bilan ishlash, ya'ni Sardor akaning jamoasi bilan ishlash? Men birinchi Iffat serialidagi jamoa bilan bir haftacha gaplashmaganman. Jim yurardim. So'nggi suratga olish maydonchasiga kelardim. Faqatgina bu savollar berishsa gapirardim, bo'ldi.
deyarli jim yurardim, hazil qilmasdim yoki kelardim, o'tirardim, ssenariyni o'qirdim, chetga qolardik, undan keyin sortga tushardik, uyga qaytib ketardim, shunaqa edi. Endi Sardor akani endi ko'pchiligini xalqimiz taniydi, qanaqalar ko'rinishlari jiddiy, hazilkash deb hech kim o'ylamaydi. Shuning uchunmi yoki bilmadim. Keyinchalik Qarasangiz hazilkash. hazilga qarasang, hazilkash ekanlar. Bir-birimizdan tilimizdan topib oldik. Shunaqa chiqib ketdim-da keyin jamoa bilan. Lekin baribir har qanday odamda baribir yangi jamoaga kelganda subordinatsiya saqlaydi baribir. Iffat seriali boshqa obrazlarimdan farq qiladi. Masalan, o'zi ko'p proyektda ishlaganda aksariyat holatda qahramon kambag'al bo'ladi, qiz boy bo'ladi, shunga o'xshagan maishiy mavzuda olib chiqishadi. Bunda esa o'ziga to'q, sho'xlik qilib, xato yo'lga kirib qo'ygandan keyin o'zini xatosini tushunib yetib, o'sha narsasini to'g'rilashga harakat qiladigan bola bo'lganligi uchun tomoshabinga yoqdi. Noodatiy narsa bo'pti deyishdi. Deyarli ko'p seriallarda yoki kliplarda yoki kinolarda bola kambag'al, qiz boy bo'ladi yoki aksincha bo'ladi. Bola shu qizga erishish uchun harakat qiladi. Mani qahramonimda esa u xato ish qildi va shuni to'g'rilash uchun, hech bo'lmasa ko'nglidan zarracha bo'lsa ham joy egallash uchun harakat qildi rosti. Shunisi bilan tomoshabinlar bo'ldi, endi Shirin ham yuzdagi qovuni olsa bo'lardi deb aytishdi. Shunisi bilan noodatiy boshqa proyektlarda. Endi yana bitta savol, jamoa baribir jamoada, u boyaga aytganingizdek yangi kirib kelgansiz. Bu jamoada sizga eng ko'p qiyinchilik tug'dirgan kim bo'ladi? Misol uchun operator, texniklar, misol uchun texniklarda ham baribir qaysidir ma'noda u siz bilan ishlaydigan odamda. Yoki ikkinchi rejissyor deymiz, grimyor deymiz, qaysi biri qiynab qo'ydi degan fikrdasiz? Yo'q. Bunaqa qiyinchiliklar tug'ilmadi. So'mishni ya'ni texniklar jamoasidan yoki aktyorlar jamoasidan umuman qiyinchilik tug'ilmadi. Naborot, aksincha bir-birimizga yordam berdik. Masalan, aktorskiy tomonlama o'zimiz sheriklarim masalan menga yordam berishdi va bizning operatorimiz bor bitta. Hasan, mana shunaqa turib bering deb aytadi. O'sha ham menga baribir, chunki operator biladi. Operator qanaqa rakursda olsa, ichidagi qahramon qanaqa chiroyli ko'rinishini biladi-yu. Aytib turdilar. Shuning uchun komfortniy zonada bo'ldik. Shirin bilan munosabatingiz qanaqa? Tochkasi. Yo'q, buni Iffat seriali efirga ketganidan beri hamma so'raydi. Shuni. Endi hozir qanaqa edi o'zi aslida? Yo'q, Shoyista bilan hamma aktyorskiy jamoa yig'ilgan payti Xon filmimizda o'shanda birinchi marta ko'rishdim. Ikkalamiz ham baribir boshida spokoniy og'ir bosiq bo'lib o'tirdik. Ssenariy o'qiyotgan paytimizda og'ir bosiq o'tirdik. Keyin suratga olish maydonchasida sekin bir-birimizni gaplarimizni tushunib yoki xarakterlarimizni bilganimizdan keyin qarasak bir-birimizga o'xshar ekanmiz. U ham sho'x ekanmiz. Men ham sho'xman. Keyin shunaqa yaqin do'st bo'lib ketdik. Yaqin do'st, masalan, ko'p narsalarda masalan maslahatlar so'rayman Shoyistada yoki bu do'stlikmi yoki sevgimi? Endi men hozir uni ayta olmayman. Men hozir aytsam tomoshabinlar undan keyin meni Instagram akkauntimni so'rashmaydi keyin. O'zi eng ko'p beriladigan savol mana shu. Mana hozir aytaman. O'zi Iffat seriali ketayotgan paytidagi eng ko'p beriladigan savol ikkita edi. Bittasi Shirin kim bilan qoladi, Bilol bilan qoladimi degan savol edi. Ikkinchisi esa Shoyista bilan o'zi hayotda qanaqa munosabatinglar. Hozir endi bittasi bo'ldi. Chunki hamma xalqimiz ko'rib bo'ldi Iffatda. Shuning uchun bitta savol qoldi. O'zi hayotdagi munosabatinglar qanaqa? Bilmadim, endi men hozir u narsa deyolmayman. Biz endi ijod qilamiz. Shoyista ham yaxshi aktrisa, talabchan aktrisa, masalan, u bu o'zini fikrini bildiradi yoki o'zini
kerakli joyda o'zini xarakterini ham ko'rsatadi. O'rinli xarakter bo'ladi. Masalan, bu shu biza Instagramga videolarimiz, o'shanga masalan men bu ideya qilib kelsam, mana shunaqa ideya qilamiz desam, yo'q, bunaqa emas deb o'zini fikrini bildiradi, lekin haqiqatan boyitiladi. O'shanaqa, shuning uchun bilmadim endi. Baribir aylantiryapman, gap aylantiryapman. Bilmadim. Shuning uchun bu savol bilmayman. Javobsiz bo'lsin, chunki o'zi bizga haqiqatan ko'p beriladi bu savol. Balki nasib yana xudo xolasa proyektlarda ishlaymiz Shoista bilan. Balkim o'shanda agarda biz partner emas, dushman rolini ijro qilishimiz mumkin. Buni baribir ssenaristlar yoki rejissyorlar biladi. Shuning uchun bilmadim. Lekin hozirgi paytda bizani yaxshi qabul qilishdi xalqimiz. Shundan biz juda ham xursandmiz. Chunki ko'p birga sevishgan juftliklarni kinolarda yoki seriallarda ko'pchilik qabul qilish qiyin bo'ladi. Bizani esa haqiqatan qabul qilishdi. Shundan juda ham xursandmiz. Yaxshi. Endi yana bitta savol. Partnyoringizga shapaloq tushirishda buni kim aytdi? Yoki bu qayerdan kelgan narsa bo'ldi? Chunki ko'p qarg'ishlarga qo'ygan odam siz bo'ldingiz. Men hattoki shunaqa bo'ldiki, menda o'zi ikkita akkauntim bor. Bittasi основной, ikkinchisi esa boshqa. Asosan suratga olish maydonchasidagi holatlarni qo'yib boraman. O'sha yerga qo'ymoqchi edim. Keyin Tohir aka bor, bizning ikkinchi rejissyorimiz. Tohir aka bilan bir kun oldin o'sha shapat sahnasidan bir kun oldinmi suhbat gaplashdik. Shunda aytdim, Instagramga videolar qilaylik, hali efir ketishidan oldin Ifat serialini ommaga tanita olamiz degan fikr chiqildi. Undan keyin haqiqatan yaxshi bo'ladi degan ham aytdi. Keyin o'sha sahnasi keldi, shapat urishim kerak ekan. Tohir aka oldimizda yo'q. Shunda qarayman, Tohir aka bali, jin ursin. Shunda ichkari yurib bordim, Tohir aka chiqing tez. Video olishingiz kerak. Qaysi sahna? Shapat urishim dedim. Ha, bo'ldi deb chiqdilar. Undan keyin bordik, undan keyin Shoistaga ketdim. Shoista o'zingga ham shu narsa yaxshi bo'ladi, turtki bo'ladi. Chunki bu sahna og'ir sahna, tomoshabinlar bu sahnani kutib turishgandi o'zi. Va shuning uchun ham sal bo'lsam qattiqroq bo'lib ketadi deb aytdim, lekin haqiqatan shunaqa qiyin. Shunaqa qilsangiz haqiqatan o'zim ham his qilaman deb aytdi. Lekin u daraja bo'ladi deb o'yladim. Men o'zim bilmagandim bu darajada bo'ladi deb. O'zim o'ylamagandim bu darajada bo'ladi deb. Endi men holatda bo'lganda urdim, undan keyin videoni ko'ryapman. Men o'zim shokdaman. Shunaqa uradimi bu bola dedim-ku. Keyin o'zim shokda bo'ldim, lekin lekin bu narsa to'g'ri, masalan, ko'pchilik men bu so'kkanlar ham bo'ldi ijtimoiy tarmoqda, masalan, hate bo'ldi, tanqidga uchradim, tanqidga men uchradim. Lekin masalan, chet el kinolarini olib qaraydigan bo'lsak ham, masalan, ularda shunaqa bo'ladiki, bundan og'ir sahnalarni ham ular qilishadi, bajarishadi. Masalan, urush sahnalari yoki masalan kaskadorlar yoki masalan Jeki Chan umr davomida o'ziga o'zi kaskadorlik qilgan. Tomdan yiqilib tushishlari bu yoq. Endi agarda biz aktyorni jonini o'ylab turib nomiga qo'yadigan bo'lsak, biz o'zimiz ishonmasak, tomoshabin qattiq ishonadi. To'g'ri. Biz o'zimiz ishonishimiz kerak avval. O'sha paytda men endi u yerdagi holat juda ham og'ir holat edi. Bilol uchun u narsa xuddi urush boshlangandek miyasida shunaqa holatda edi. Nazarimda boshqa agar shu narsa hayotda bo'lganida va Bilol emas boshqa qahramon bo'lganda bundan battar ish qilib yuborishi ham mumkin edi. Shuning uchun o'rinli bo'ldi. Aytadi-yu, san'atni noni toshdan bo'ladi deb. Shu shapaloqdan keyin sizga aktrisa qaysi nazar bilan qanaqa qabul qildi bu narsani? Shoista? Shoista yo'q. Boshida endi haqiqatan ko'ziga haqiqatan yosh keldi, chunki his qildi. Undan keyin oldiga o'sha videodan bor, oldiga kelib yelkasidan ushlab, uzr so'rab, kechirim so'rab nima qilganman. Yo'q, biz bir xil o'yladiki, ko'pchilik haqiqatan urushib qolishgan, undan keyin yo'q. Stop berilishi bilan undan keyin yana yelkasidan ushlab qo'yib, og'rimadimi, uzr, qattiqroq urib yubordim. O'zim ham
berilib ketib qoldim dedim. Undan keyin Shoyista ham, endi Shoyista aktrisa, bu narsani to'g'ri qabul qiladi. Shoyista o'zi ham aytdi, haqiqat yaxshi bo'ldi, ishonarli bo'ldi. Keyin Hasan dedi, to'g'ri dedik, bo'ldi. Ifat serialidagi eng og'ir sahnalaringiz qaysilar? Eng qiynalgan misol uchun odamlar bo'ladi-ku baribir. Qiynalganim hozir finalniy sahnasi. Qish, kun sovuq. Men endi ishxonadan chiqib ketganman, oddiy oq ko'ylakda chiqib ketganman. Endi svaskasi bo'ladi, shu oddiy oq ko'ylakda stroykaga kirib kelishim kerak, Shoyistani qutqargani, Shirinni qutqargani. Nima o'ylaganimki, uncha emas, uni ob-havo sal yaxshirog'i, issiqroq bo'lsa kerak deb o'ylasam, yo'q, muzlab, shaqillab qoldik. Chunki shunaqa sovuq, qo'llarimizni musht qilolmayapmiz, bu yoq. Atrofimdagi hamma operatordan tortib Sardor aka, Grimola paltolarda kurtkada turibdi-da. Mas oxir boshqada oldiga borib urishadigan sahnalarimiz bor. Yana chang-pang bo'lyapti. Yerga yiqilaman. Yer ham zaxmas menda yer. 2 barobar sovuq bo'lganda, yerdan ham sovuq kelgan, osmondan ham xolos sovuq juda ham bo'lgan. O'shanisida fizически qiynaldik, lekin esda qolarli bo'ldi. Men o'shanda aytdim, sovuq, juda sovuq, nolayotdim. Sovuq yo'q. Lekin ishoningsizlar, 1 soatdan keyin shu narsani eslab, yuzimizga tabassum kelardi. Shunaqa baribir qiyinchilik bo'ldi, bu yoq deb. Shuning uchun ham nolish kerak emas ekan, qanaqa qiyinchiliklar bo'ladi. Baribir ana aytadi-yu, 5 yasharlik bolani problemasi, muammosi chupa-chups olish. Undan keyin o'sha bolacha katta bo'lgandan keyin, men 5 yoshli bo'lgan paytimda mana shu narsani o'ylab siqilardim, yig'lardim. Hozir esa shu narsani eslab kulyapman deydi-yu. Shunga o'xshagan biz ham xuddi shu. Ikkinchi faslga o'zi nima deysiz? Ikkinchi fasl endi Kamron, Shirin baribir birinchi fasl agarda serialda oxirida vafot etishdi. Endi bilmadim endi tomoshabinlar Iffatni baribir shu 3 ta qahramon Kamron, Bilol, Shirin, Rashid atrofida baribir ko'rishgan. Va endi Rashid ham qamoqda-da. Qamoqda turib nima qila oladi? Balkim ikkinchi sezonda Bekzod qamoqdan chiqib, siz yana ofisga qaytib, balkim Shirinni o'rniga yana bitta boshqachisi kelar. Ya'ni sizni ko'p kuzatdim. Bu Shohruxxon degan, qizlarning ajali degan gaplar bor ekan oramizda. Balkim shu boshqa qiz kelib, shu bilan baxtli bo'lib ketarsiz. Sizlardan ham yaxshi kelib qolar. Endi bilmadim. Endi kadr все покажет deyshadi-yu. Agarda endi olinsa, undan keyin ekranda ko'rsak, o'shandan keyin aniq javob bera olaman, lekin bilmadim. Meni yokida qanaqadir bilmadim. Chunki u bitta asar tugatilgandan keyin yana shunga aniq qilinsa, baribir hammasi baribir birinchi fasl boshqacha edi deb aytishadi-da. Degan fikr keladi. Xuddi uni Krosniy Atetsda 4-qismi yo'qdek, xuddi. Yoki bitta kinolar bor, masalan, Wall Street kinosi yoki zo'r kinolar, Titanic masalan davomini qilishlari mumkin edi. Lekin yo'q, u bitta asar bo'lgan va tomoshabinlar qalbida shu asar bitta butun bo'lib qolgan. Balkim lekin xuddi shu jamoa bilan boshqa yana bitta serial olinsa va unda o'zi boshqacharoq voqealar bo'ladigan bo'lsa, tomoshabinga shunisi qiziqroq bo'ladi. Yangi qiyofada masalan Shoyistani ko'radi yoki Kamron obrazida ijro qilgan Otash akani masalan ko'rishadi. Rashidni yoki meni ko'rishadi. Tomoshabin haqiqatan mana shunaqa obrazda ham bir-birlariga mos bo'lishar ekan deb o'ylab qolishadi. Shundan keyin sezonni qilmaymiz. Endi masalan menga qolsa qilinglar. Qilinglar. Sezonni qilaveramiz, ana ikkinchi fasl o'zi bo'lishi kerak. Endi masalan Bilol endi sevinch bilan qoldi, lekin uni hayoti qanaqa kechdi degan baribir tomoshabinga shunaqa savollar tug'iladi. Qilsalar bo'ladi. Yaxshi. Unda sizga kattakon rahmat, ishlaringizga omad. Rahmat. Joningiz sog'
salomat bo'lsin. Rahmat kattakon. Bizani Iffat serialini muxlislari, bizani qahramonlarimiz uchun qayg'urdinglar va bu narsa bizga juda katta motivatsiya bo'ldi va o'zimizni sohamizni yanada ko'proq sevishga undaydi bu narsalar. Masalan, aytadi-yu, aktyormi yoki ashulachimi u faqatgina sahnada bo'ladi. Uni xalq sevish kerak. Xalq uchun baribir san'atkor, xizmatkor onasidan olingani baribir kor oxiri bor. Tomoshabinlar baribir bizning qahramonlarimizni ko'rib, endi biz bilamiz-ku, masalan, serial oxirida qanaqa bo'lishini va ko'chada yursangiz, kimdir kelib, oxirida kimlar qoladi? Bunaqa bo'lyapti hozir. Oxirida nima bo'ladi deb savol berishadi. Aytib olgingiz keladi-da. Chunki ular bitta gap aytaymi? Oxirida o'zi Shirin o'ladi. Boshimizdan ana xolimizda biz. Lekin tomoshabin o'zi ekranda ko'rsa, boshqacha qabul qiladi. Shuning uchun kattakon rahmat sizlarga bizani serialni ko'rib, sevib, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Endi balkim ikkinchi sezonda ham ko'risharmiz. Siz kutmagan voqealar bo'lib ketdi birinchi faslida, ikkinchi faslida ham shu bu voqealar bo'lishi mumkin. To'g'rimi?